Assalamu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan aslimini o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydigan tema chet elga safar. Shu kunlarda kurashning kuni tez bo'layotdi. Uyun qo'yishdan qaytib kelibla soqchilarning qattiq ta'qib qilishiga uchradi. Xohlagancha bir yerlarga berishi cheklandi. Keyingi kunlarda bir qancha qitim soqchixonaga chaqirtilib so'roq qilindi. Hatto 10 kunlab qamab qo'yildi. Urug' tuqqanlarining yo'l mingishlari va kapolat pul berishi bilan Urumchidan sirtqa chiqmaslik sharti bilan qo'yib berildi. Kusan madaniyat san'at shirkati taqvitildi. Soqchilarning kurashni pat-pat tutqun qilishi sabab shirkat bilan Xinjiang san'ati jurnali orasiga so'g'uqchilik tushgan edi. Şirketning ishida tushuntirishga va hal qilishga tegishli nurg'un ishlar bo'lsa-mu, ammo soqchilarning qo'l tiqishi bilan bu ishlar texmi murakkablashib ketgan edi. Kurashning oxiri bu yurtda yashayverishga ko'zi yetmadi. Soqchilarning hamini bir kuni tutqun qilganligi aniqla turadi. Biroq bu yerdan ayrilish uncha oson emas edi. Uning ustiga pasportini soqchilar allaqachon tortib olgan edi. Dunyoda yanala oq ko'ngil, yaxshi insonlar ko'p. Kurashning peshiga kelish oldida turgan kulfatlarni Xudo oldidan bilib, yordamga odam avatganda qiladi. Uningga yoshirin yordam qilganlar uning pasportini to'g'rilab, chet elga ilib chiqib ketish tayyorligini qilyotdi. Hamma ishlar shunchalik maxfiy bo'layotdi. Mengishqa oz qolgancha kurashning uyqusi buzilgan edi. Qachon mangdiganligini uydagilarga deyolmayotdi. Sentabrning ma'lum bir kuni kurash oxiri yo'lga chiqdi. Beyjing aerodromidan sog'-salomat osmonga ko'tarilsa, bu zulmat bosgan bu tuproqdan ayrilib, erkin nafas olishga, erkin tinishga mumkinchilik bo'ladi. Biroq zulmat bosgan bu tuproq uning kindiq qini to'kilgan ana vatani edi. U qachonlarda bu tuproqqa qayta qadam oldiganligini bilmaydi. Uning qalbidagi hasrat, ichinish, umidsizlik, voz kechish, intilish, seg'inish ish qilib, insonda bo'lgan barliq tuyg'ular uni oraga olgan edi. U kalisiga patmayotgan bu xiyollardan neri bo'lishni o'ylasa-mu, ammo bu asla mumkin emas edi. Turupla bo'g'ziga yig'a qaplashib qoladi. U texi Urumchi aerodromidan osmonga ko'tarilibla bu aziz tuproqni, qarindoshlarini, do'stlarini ish qilib hamma narsani seg'inishga boshlagan edi. O'zining bu tuproqni tashlab ketayotganligiga ishongusi kelmaydi. Ular asli Urumchidan Beyjingga kelibla plan qilgan davlatiga mangmoqchi edi. Biroq havo rayi nachar bo'lganligi uchun aeroplan atisi atiganga kechiktirilgan edi. Gerçi bu bir kecha bo'lsa-mu, bu bir kechada nima ishlarning bo'lganligi noma'lum edi. Tarixda bir kechada talay qahramonlar o'ldirilgan, talay diktatorlar gumron bo'lgan, talay hokimiyatlar almashgan emasmi? Bu bir kechada nima mo'jizaning yuz berishini bilmaydi. Urumchida onasi va qarindoshlari ansirash ichida o'ltiradi. Bir yerga borsa deb qo'yishga odatlangan kurash bugun o'ntinsiz yo'qab ketgan edi. Hatto davomli yindan ayrimaydigan chaqirg'usimi uyda turadi. Chaqirg'uchi noma'lum telefon nomerlari bilan to'lib ketgan edi. Singillari bu telefonlarning ba'zilariga telefon yondirib sinab boqdi, ammo javobini ololmadi. Kechda soqchilarning uyga izlab kirishi bilanla bu telefonlarni soqchilarning urganligi bilindi. Qarindoshlari garchi kurashning nega ketganligini bilmasa-mu, ammo ular soqchilarga kurashni 1 soat ilgari bir do'stining uyiga boraman deb uydan chiqib ketganligini dedi. Biroq ular o'zlari kurashning xabarini ololmay anzirishib turadi. Shu kuni kurashmu, qarindoshlarimu kechini uyqusiz o'tkazdi. Kurash aeroportda aeroplan vaqtini kutib tit-tit bo'lsa, qarindoshlari kurashning nega ketganligini bilolmay tit-tit bo'layotdi. Atisi yerim kechida telefon to'yuqsiz jiringladi. Kurashning xabarini bilolmay o'z go'shtlarini o'zlari yigudek bo'lib o'ltirgan singillari telefonni oldi. Telefondan so'zib aytilgan suzuk azan ovozi anglayotdi. "Vay, vay!"
telefon algan singlisi jiddilashib, hech nima anqirolmayotdi. Yana bir singlisi trubkani ilib qulqiga tutdi. Ezan ovoz anglatdi-ku. Vay, akammi? Men Kurash. Aka, nerdesin? Men İstanbul'da. Rostmi? Angla. Azan ovozini angla. Bu İstanbul osmonida yangrayotgan Xubdan namozning ovozi edi. Kurashning uydagilar telefondan Kurashning ovozini anglab, necha kundan o'rin topolmay qolgan yuraklari joyiga tushdi. Amdiki o'qiydigan tema Qirg'izistondagi kunlar. Kurash elchisi Beyjandan İstanbulga emas, balki Toshkentga uchdi. Pasportida har ikki davlatning vizasi qo'yilgan bo'lib, aslidagi planda İstanbulga uchish edi. Lekin İstanbulga uchadigan aeroplan bir kun kechikkanligi uchun har ehtimolga qarshi darhol İstanbulning biletini amaldan qoldirib, Toshkentga bilet olgan edi. Toshkentda uzun turmay shu kunning biletini ilib İstanbulga yetib bordi. Kurash İstanbulda 1996-yilning oxirigacha turdi. Kurash İstanbulga kelgan mezgillar Turkiyaning iqtisodiy texi yuksalmagan, taraqqiyoti hozirgidan nacharroq mezgillar bo'lib, ko'pincha oilalar seriqtal turmush kechiradi. Jamiyatda ishsizlik nisbati nihoyat yuqori bo'lib, ish topmoqmi bek qiyin edi. Kurash Turkiyada 1 yildan ortiq yashash jarayonida o'zining Turkiyaga ancha mos kelmaydiganligini his qildi. Turkiyadagi vaqtida Saudiya Arabistonga berib umra qilib keldi. Yot tuproq, yot kishilar, yot havo, hamma narsa kurashga yot bilinadi. Hamma yot narsalar kurashni yaklagandek tuyuladi. Uning ustiga bu mezgillarda Qozog'iston va Qirg'izistonlarda Uyg'urlarning siyosiy kurashlari nihoyat jonlangan bo'lib, vatandan chiqqan nurg'un yoshlar aktiv faoliyat qilyotdi. Kurashning vatan bilan tuproqdimi, havodimi chegirdosh bo'lgan mushu davlatlarga ketib, siyosiy sahnalarda aktiv faoliyat qilgusi va san'at jihatdagi talanti bilan xalqni yetakligusi bor edi. Dal mushu mezgilda Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining raisi Nig'mat Bo'saqov İstanbulga kurashni izlab keldi. Nig'mat Bo'saqov Qirg'izistondagi donglik boylarning biri bo'lib, Qirg'izistonning siyosiy sahnasida nomi bor kishilarning biri edi. Onun ta'siri yalğız Qirg'izistondagi Uyg'urlar orasida emas, balki qirg'izlar orasida zo'r edi. U Qirg'izistondagi siyosiy rahbarlar bilan quyuq munosabatda edi. Nig'mat Bo'saqovning bu taklifi kurashga yog'dak yoqdi. Kurash Nig'mat Bo'saqov bilan birlikda 1996-yilning oxiri Qirg'izistonning poytaxti Bishkekka keldi. Qirg'iziston va Qozog'istondagi Uyg'urlarning ko'pinchisi vatandagi Uyg'urlarning 60-70-yillardagi alohidaligini, madaniyat va urf-odatini saqlab qolgan bo'lib, ko'pinchilari mehmondo'st, san'at xumor va uchuq yo'ruq edi. Kurash Bishkekda o'zining san'at talanti va so'zmanligi bilan qisqa vaqtda Uyg'ur jamoati ichida shuhrat qozondi. To'y-to'kun va so'rovlar kurashsiz o'tmaydigan bo'ldi. Hatta el jamoat orasida, bo'libmi yashangan bovay va mo'maylar orasida bizni Ahmadjon Qosim deydigan sharafli so'zlar paydo bo'lishga boshladi. Bu ularning kurashga bildirgan cheksiz hurmati edi. Kurash Qirg'izistondagi chog'larida bir tarafdan Qirg'iziston ittifoq jamiyati tarafidan chiqarilayotgan vijdon azobi, ittifoq gazeti qatorliqlarda ishlasa, yana bir tarafdan yoshlarni mashrablarga uyushtirib, Uyg'ur madaniyati, urf-odati va tarixini tunishtirdi. Yoshlarning engida vatan millat sevgisi barpo qildi. Kurashning Qirg'izistondagi bu aktiv faoliyatlari Xitoyni beorom qilib, Qirg'iziston hukumatiga besim paydo qildi. Qirg'iziston hukumati texi yangidan mustaqil bo'lgan ojiz davlat bo'lganligi uchun Xitoyning besimi bilan qirg'iz soqchilari kurashni tutqun qilib turmaga tashladi. Kurash turmadagi vaqtida Qirg'izistondagi bovay mo'maylar kurashning erkinligi uchun hukumat oldida bir qancha qitim namoyish qildi. Kurash turmada dal 9 oy yotdi. Bir tarafdan Qirg'izistondagi Uyg'urlarning bisimi, yana bir tarafdan kurashning hech qanday gunohining bo'lmasligi sababidan Qirg'iziston soqchilari kurashni keyin qo'yitishga majbur bo'ldi.
Küreş türmüdün chiqqandan keyin Qozog'iston Olmaotaga berib yoshlar bilan uchrashdi. U yerda yoshlarni tashkillab, tarqoq holatda faoliyat qilayotgan yoshlarni bir organ ostiga uyushtirdi. Kurashning yetakchiligida Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligi jamiyati qurib chiqildi. Bu jamiyat Qozog'istondagi Uyg'ur yoshlarini asos qilib qurib chiqilgan birdan-bir jamiyat bo'lib, Qozog'istondagi Uyg'ur yoshlarini uyushtirish, ittifoqlashtirish va ularning siyosiy ingini o'stirishni asosiy maqsad qiladi. Bu cəmiyyətin fəaliyyətləri Almata'nın Uyğurlar toplashib o'tiraqlashgan hamma mahallalarga tarqalgan bo'lib, Almata'dagi Uyğur yoshlarının ma'naviy hayotini beyitish, vatan, millat sevgisini yetildirishda ijobiy rollarni o'ynagan edi. Tema: Eskilis tunaga makallashish. Bu mezgillarda Qirg'iziston va Qozog'istonning vaziyati nihoyatda murakkab edi. Yangidan mustaqil bo'lgan bu davlatlar siyosiy, iqtisodiy va davlat mudofaasi jihatdan nihoyatda ojiz bo'lib, Xitoy bilan Rossiyaning orasida qisilib qolgan edi. Uning ustiga bu davlat barbod bo'lgan sotsialistik ustuqurulmaning ustiga qurilgan bo'lg'achqa, xalqning qursiqimi, ma'naviyatimi echirqab ketgan edi. Cəmiyyət bexatarligini yo'qotgan bo'lib, tashqi kuchlarning yaloqchilari nihoyatda arzon baho bilan aktiv harakatda edi. Uyg'urning taqdiriga ko'ngil bo'ladigan aktivlar har zamon yushurun tahdidlar ostida yashaydi. Qirg'iziston Uyg'urlarining qo'rqmas oqsoqollaridan biri bo'lgan Nig'mat Bo'saqov, Qozog'iston Uyg'urlarining sarkilaridan bo'lgan Hoshir Vohidi, Sobit Uyg'uri, Dilbirim Samsaqova, O'zbekiston Uyg'urlarining boshlamchisi, yozuvchi Emin Osmonlarning orqa-orqadan kimligi noma'lum bo'lgan kishilar tarafidan qasdlab o'ldirilishi bu davlatlarda faoliyat qilayotgan Uyg'urlarni sarosimiga tushirgan edi. Uning ustiga Olmaotada Qozog'iston soqchilari bilan Uyg'ur yoshlarining orasida yuz bergan bir qitimliq qurolliq to'qinish u yerda musofir bo'lib yashayotgan Uyg'urlarni texmo qiyin ahvolga tushirib qo'ygan edi. Kurash Qirg'izistonga kelishdan ilgari bu davlatlarda yashab qilishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, biroq uning atrofida yuz bergan bir talay ishlar bu xiyolning amalga oshmaydiganligini his qildirdi. Shunga u Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasining Qirg'iziston sho'basiga iltimos sunib, boshqa g'arb davlatlariga ketish xiyoliga keldi. U Qirg'izistonda musofirlik iltimosini sungan bo'lsa-mu, ammo keyingi mezgillarda ko'pincha faoliyati Qozog'istonda bo'ldi. Kurashning Qozog'istondagi Uyg'urlar orasida ta'siri zo'r edi. Kurashning keyingi mezgillarda ko'proq Qozog'istonda faoliyat olib berishi Qirg'iziston hukumatining kurashning faoliyatlariga cheklama qo'yishidan edi. Yana bir tarafdan Qozog'istonning ahvoli Qirg'izistonga qaraganda bir qadar yaxshi edi. Beshkektikiga qaraganda Olmaotadagi Uyg'urlarning ta'siri bor edi. Uning ustiga vatandagi vaqtlardan tortib do'st bo'lib o'tgan sabdoshlaridan Abdumit Tursunmu Olmaotada bo'lib, vatan dardida ichi pushqan chog'larida halmung bo'lib, hasratlariga tasalli bo'la oladi. 1999-yili dekabr oyida Kurash Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasining uchur topshirib oldi. Uchurda kurashning Shvetsiyaga yo'lga silinganligi yozilgan edi. Kurash bu uchurdan xo'sh bo'ldi. Biroq kurashning ko'ngli Amerikaga berishni xohlaydi. U Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasiga kirgan dastlabki mezgilida Amerikaga borsam degan orzusini ifodalagan edi. Arzu faqat arzu. Taqdirning chaqi arzu suyida cho'gilmaydi. Kurash 1999-yili 12-oyning 25-kuni Shvetsiyaga keldi. U Shvetsiyaga kelishdan ilgari Shvetsiya ko'chmanlar idorasining Stokholmning 100 kilometr janubidagi Eskilis Tuna shahrida uy hozirlab, to'nglatqusiga kerak yemaklarni to'ldirib qo'ygan edi. Kurash bu yerga kelib, quyoshning davomli sharqdilla emas, balki g'arbdimi chiqadiganligini his qilgandek bo'ldi. Shunda qilib bu qitimliq bu aslimini o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.
sarang denla vatan